Assalomu alaykum aziz Islom do'st kanalimiz obunachilar. Mana xudo xolisa keyingi zakaslarimizni ham tayyorlab bitkizib oldik. Xudo xolisa mana ko'rib turishingiz mumkin. Hop, bularimizni fasollariga, ranglariga keladigan bo'lsak, ularimiz zolotoy korona kumush ranglardan sepberdi, toza ranglardan sepberdi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Hop, bularni endi Xo'jobod tumaniga olib borib o'rnatamiz. Bularni ikkitasi egasi xohlagan, egasi tanlagan fasonda qilib berdik. 3 ko'zli lola deyiladi bularimiz. Endeflari ham mana zolotoy korona laminat endeflardan aynaklarini shunaqa yodiy gullilardan solib berdik. Egasi tanlagan zamoylardan, o'zi xohlaganlarni sog'riqli zamoylarimizdan qilib berdik. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Kanizlari ham ajoyibgina, bejirimgina qilib, chiroyli qilib gullardan qoqib berdik. Oshmoshlarni 3 tadan qo'yib, baqot oshmoshlardan qo'yib berdik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, Islom do'stga aloqaga chiqsanglar, o'zingizlar xohlaganda, o'zingizlar tanlagandek fasollarda xudo xolisa qilib olib o'rnatib beramiz. Xizmatlarimiz eshiklarimiz kvadrat 750 ming so'mdan boshlanib 1,5 milliongacha bor. Undan oshiqlari ham bor. Tanlashinglarga qarab ketaveradi. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bilan podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar.